Behzodbek aka, sizga hozir biroz noodatiy savol bermoqchiman. Madina ko'proq yoqadimi, Makka ko'proq yoqadi deb emas, balki Madinaga, Makkaga birinchi marta kelganingizda eng sizni qalbingizni larzaga keltirgan, vujudingizni titratgan voqea qaysi? Makkani haybati, shavkati, azamati, mahobati, ulug'vorligi bo'lishi bilan birgalikda Madinani mehri, muhabbati, sakinati qalblarimni larzaga keltirgan. Buni men so'z bilan ta'riflab, til bilan gapirib bera olmayman, lekin faqat ko'zimdan yoshlar quyiladi. Madinaga borganda endi guruhdoshlari bilan birgamiz. O'zimni tiyib turibman yig'idan. Lekin Makkaga kelganimda, Ka'bani birinchi marta ko'rganimda shu narsani o'zim ushlab tura olmadim. Tuklar tikka turadi degan holati bo'ladi. Xuddi shunaqa holatni yana boshimdan o'tkazaman. Makkaga kelgan odam hozir aytib berayotgan narsani bittada tushunadi. Madinaga kirib borayotgan paytingiz Nabaviy masjidida shunaqa holat bo'ladiki, hamma yoq jimjit. Buni sababini hali hech kim so'z bilan izohlab bera olmagan. Makka o'zini ulkanligini xuddi odamga bildirayotgandek. Haram hududiga kirib borar ekansiz, qanaqadir bosim, kuchni his qilasiz. Xuddi Makka men ulug'man, men buyukman deyotgandek go'yo. Tan olib aytishim kerak, men Madinaning shaydosiman. Makkani albatta hurmat qilganim va sevganim holatda Madinaga mehr muhabbatim boshqacha va eng qizig'i, men obunachilarimni ham Madina Munavvaraga mehrlari boshqacha. Siz nima deysiz? Shundaymi?